Siz bankdan kredit olgansiz, lekin to'lashga imkoniyatingiz yo'q. Ushbu holatda nima qilish kerak? Agar sizga ushbu video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman. Ayrim banklar tomonidan kreditni muzlatish yoki muddatini cho'zish bo'yicha nizom tasdiqlangan. Ushbu nizomda 6 ta holat belgilangan. Bu birinchisi mijoz kasal bo'lsa va mehnatga loyihatsiz bo'lsa, kasallik davri 2 oydan oshgan bo'lsa, bunga asos больничный list bo'ladi. Ikkinchisi ishdan bo'shagan bo'lsangiz va mehnat shartnoma bekor qilingan. Uchinchisi boquvchisini yo'qotish, ya'ni kafil yoki qarz oluvchi bo'lgan turmush o'rtog'i vafot etsa. To'rtinchisi nogironlik. Qarzdorga birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi belgilansa. Beshinchisi tabiiy ofatlar. Bu shartnomada force majeure holatlari deyiladi. Ya'ni yong'in, suv toshqini, boshqa favqulodda vaziyatlar yuz bergan bo'lsa. Va oltinchisi dekret, ya'ni ayollar homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqqanda. Ushbu 6 ta holat bo'yicha asoslovchi hujjatlarni arizaga ilova qilgan holda qaysi bankdan kredit olgan bo'lsangiz, ushbu bankning ma'muriyatiga taqdim qilasiz. Bank ko'rib chiqib, kreditni muzlatish yoki to'lov muddatini cho'zish bo'yicha buyruq qabul qiladi. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa, huquqiy maslahat kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.